Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun bir ishlaymiz. Ozgina arilarning teshiklarini ochib chiqishim kerak. Общий ozgina deganim 120 ta. Kecha ochaman deb ulgurmay ketib qolgandim. Va kommentariyallaringizga, o'sha bergan savollaringizga javob beraman. Bu video kommentariyadagi savollar uchun desak bo'ladi. Bo'lmasam ketdik, sekin ishni boshlaylik. Tak, kommentariyaga berilgan savollardan bitta eslab o'tay. Savollar qanaqa edi? Savollardan bittasi nima deydi? Pavilyon haqida video qiling. Mayli, inobatga oldik bu narsani. Keyingi videomiz nasib bo'lsa pavilyon haqida bo'ladi va qutilar haqida informatsiya bering ham deyishgan. Baribir aniqlash kerak, qaysi qutilar. Uncha men tushunmadim. Balkim qutilarimizni necha romkaligimi, qanday nimadan yasalganligimi shundan uncha tushunmadim. Bitta savol shu bo'ldi hozircha. Keyingi savollar eslaylik, shu nima edi? Paroda, ona arilarimiz qanaqa? Bizda ko'pincha Buckfast'dan parodalarimiz. Buckfast'larni bizlar 3-4 yildan beri Buckfast'da ishlayapmiz. Buckfast yaxshi, faqat yaxshi asalli joylar bo'lishi kerak-da Buckfast kelishi uchun. Chunki Buckfast ko'p asal yeydi va ko'p asal olib keladi. Asal olib kelishi bo'yicha Buckfast adashmasam dunyoda birinchi o'rinda hozir. Boshqa endi bizlar shunaqa xulosaga keldik. Bizlar karnika ishlatmaganmizlar, o'sha Karpat ishlatganmiz. Tak. Karpat ishlatganmizlar. Keyin o'sha местный o'zbekchalar ishlatganmizlar. So'nggi 5 yildan beri faqat Buckfastga ko'proq e'tibor beryapmiz. Tak, bugun meni ishim nima? Men qo'limga pichoqni olib, arini uyidagi propolislar bor. O'sha propolis bilan ari o'z ini teshiklarini yopib chiqadi-ku, o'shalarni hammasini bitta ochib chiqyapman. Taxminan 2 santimetrlik teshik qilyapman arilarni. Kirib chiqishda arilar qiynalmasin hamda uyida temperatura juda yuqori bo'lib ketsa ham ularga yomon. Shuning uchun hozir mana shu teshiklarni katta qilib chiqyapman. Arilar kirdi chiqdida qiynalyapti. Shu kirdi chiqdida qiynalmasligi uchun shu ishlarni qilish kerak. Kommentariyada yana savollar bor edi. Sizlar qayerdan? Bizlar Samarqand shahrida yashaymiz o'zimiz. Arilarimizni Samarqanddagi Al-Buxoriy masjidi bor. Al-Buxoriy ziyoratgohi bor. Ana shu yerga yetib kelishda so'nggi burilishdan chap tomonga 1 kilometr yuriladi va yana 1 kilometr chapga kiriladi. O'sha kirganda bu yer nima deydi? Yonimizda katta suv bo'ladi. Tak. Propolislarni to'playapman. Propolis ham hozir qimmatlashgan, narxi 1 grammi 10 ming so'mdan bo'lgan. İşleyemez. Tak. Bunakini qanday? Ozgina ochdim. Bunikini ham ozgina ochamiz.
kommentariyadagi savollar esdan chiqib qoldi. Eslasam yana o'shalar haqida gaplashib ketamiz. Keyin paket sotasizlarmi degan savol bor. Aytgancha paket o'zi biladiganlar biladi, bilmaydiganlarga aytaman. Paket bu 4 romka ari, ya'ni bitta to'la yaxshi ishlaydigan oila, ari oilasidagi paket deyiladi. O'sha 4 romkali oilani bizlar sotamizmi? Hozircha sotish niyatimiz yo'q, lekin aprelda ko'ramiz. Agar bu yil rivojlanish yaxshi bo'lsa, o'zimizga alohida bir 100 ta 200 ta oila qilamiz. Agar o'zimizning oilalarimiz yaxshi ishlab, ortiqcha oilalar kerak bo'lmay qolsa sotamiz. Sotmagan taqdirda ham bizlarga nimaga kerak bular? Masalan, asal zo'r kelyapti-da, keyin ba'zi bir poliyalarga pestitsid, ximikat urishadi. O'sha ximikat sababli arilar ishga boradida qaytmaydi, o'lib qoladi. Shunda bizlar nima qilamiz? Pastdagi o'sha zapas oilalardagi romka tuxumlarini olib, o'zimizni mana bu pavilyon, основной asal olib keladigan arilarga qo'shamiz. Bu nima beradi bizga? O'lgan arilar o'rniga birdan yangi arilar chiqadi va ishga kiradi. Bizlar asal olishdan orqaga qolmaymiz. Mana shu uchun bizda 200 ta oila bo'lsa, kamida yana 100 ta yoki 200 ta yangi oilalar tayyorlab qo'yamiz, nasib bo'lsa inshaalloh. O'sha 200 ta agar yasasak, 200 tadan 200 tasi ham zo'r bo'lsa, 100 tasini sotamiz. 100 tasi o'zimizga kerak. Mana shunaqa gaplar. Paket haqida savol bor edi. Paket haqida savolga javob berdik. Keyin ona ari sotasizlarmi? Ona ari sotamiz. Ona ari o'zim chiqaraman. Uni o'sha ishi boshlanganda videoga olaman. Ona arini o'shani qanday yasashlarini ham ko'rsataman. Baribir endi ko'rgan bilan ustozdan o'rgangan boshqa ko'rsataman, ko'rasizlar. Balki o'rganasizlar. O'rganinglar. Bu hayotda hamma narsani o'rganish kerak. Tak. Polislarni olish oson emas. Bu plastilindek qotib ketgan. Tak. Hammasini bechora bitta ikkita ari ham o'lib qoladi. Endi shunaqa arichilik. Osonmas, arilarga osonmas. Keyin Samarqandda qayeridan anam olsa bo'ladi deb so'ragan. Qutilar yoki asabarichilik jihozlari. Buni men anavidan olsa bo'ladi. Tak. Tayloqda Orifaka bolalar, u kishi do'kon ochganlar. Tayloqda va nima deydi? Anavda. Jomboyda. Tayloqda Orifaka o'g'illari 3 ta, ular arichi hammasi. Keyin o'sha qutilar bor, mashina bor, har xil asallar bor, har xil
arichilikka kerakli bo'ladigan jihozlar, nukleus, yangi ona nima deydi, oilalar uchun qutilar, kichkina qutilar, shunaqalari bor. Juda ko'p narsa bor. Facebooklari bor, Instagramlari bor. Kirib qo'shilish kerak, ko'rish kerak. Balkim o'zingizga kerakli narsalarni topib olasizlar. Demak, men bilganim Samarqandda o'sha bittasi Jomboyda sof asal va bittasi Tayloqda shu ikkita do'kon. Dorilar bor har xil. Ko'p narsalar o'sha yerdan topasizlar. Ba'zi bir oilalar o'zi ochib, teshiklarni katta qilib qo'yibdi. Yaxshi. Muammo yo'q. Ba'zi birlar yozishgan, o'sha qayta joylashgan pavilyoningizni borib bir ko'raylik bo'ladimi deb, albatta bo'ladi. Bir kelishib vaqtida kelib tashqaridan, ichkaridan ko'rib ketsangiz bo'ladi. Bizlar ham shu pavilyonni, shunaqa pavilyoni bor bir Xudo rahmatlik usto bilan tanishgandik. Bu odamni xuddi shunaqa pavilyoni bor edi. O'zi pavilyon juda qulay. Ba'zilarga qulay, ba'zilarga emas, lekin menga juda qulay, chunki xohlagan payt eshiklarni yopib qo'yasiz. Yomg'irda ham ishlasa bo'ladi. Qulayliklari ko'p. Ichkarida uzun joy bor. Masalan, hasharchilar kelganda yotoqxonadek ishlatsa ham bo'ladi. O'zimiz ham yotoqxonadek ishlatamiz. Ichkarida havosi nima deydi, juda mo'tadil bo'ladi. Hidi juda shirin, tabiiy, noyob va shifoli, davoli. Shunaqa pavilyon degani mana shunaqa. Ham ishlab ham gapirish qiyin ekan rosti. Oson narsani o'zi yo'q deganlar edik. Qiyon beriladimi deb so'ragan. Qiyon bahorda berish kerak. Bahorda har bitta oilaga 200 grammdan bersa, endi mart oyida bersa bo'ladi, hozir shart emas. 200 grammdan kam bersa agar 200-300 gram faqat ishlatadi o'ziga. Asal uchun yig'maydi. Siz berganingizni faqat yeydi, iste'mol qiladi. Anoviga bu yerda mehmonlar kelibdi-ku, barachalar. Telefonni yiqitmasa bo'ldi. Bular ham bir videoga tushaylik debdi-da. Yo'q.
ko'pchilik kommentariyada barakasini bersin deb yaxshi tilaklar bergan. Juda xursand bo'ldim. Endi shuncha ham ishlayapmiz, ham videoga olyapmiz. Yaxshi tilaklaringizga katta rahmat, minnatdorman. Bizdan qaytmasa ham Xudodan qaytsin. Bu yil 120 oiladan taxminan anig'ini sanab ko'rmadim, lekin taxminan bir aytamiz 10-15tasi o'lgan. Chunki men unga shira berganman ustiga paketga qishda, lekin o'shani olmaganlar. Teshik haq qilib qo'ydim, boshqa ham qildim. Shunday bo'lib qoladi-da, ba'zan xato ketadi. Nimadir bo'ladi. Bandasini aytgan emas, Xudoning aytgani bo'ladi. Shuning uchun hay nima deydi, yana ko'paytirib qo'yamiz inshaalloh. Ko'paytirib ko'p bo'lib ishlaydi yana. O'sha 20 ta bo'sh oila joyini keyinroq sekin-asta to'ldirib tashlayman. Buni to'ldirish uchun arilar hammasi tuxumga kirib ketish kerak. Hammasida kamida 5 romka, 6 romka tuxum bo'lishi kerak. O'sha paytda men ya'ni 3 romka tuxumga kirgan payti men agar ona yasashni boshlasam, bir yasaganimda 20 ta 30 ta ona yasayman. 10 kunda tayyor bo'ladi onalar. Shunday onasi yangi ona bilan o'sha qutiga qo'yaman. Yangi anavilar bilan, tuxumlar bilan, shu bilan bitta oila bo'ladi. Shu ishni har yil qilyapmiz. Nasib bo'lsa bu yil ham qilamiz. Ishimiz shu. Tak. Oxirgi marta hozir chiqib tushaman shu bilan. Bir tomonni hamma teshiklarni ochgan bo'lib hisoblanadi. Arilar kirib chiqishi zo'r bo'ladi. Arilar kirib chiqishi zo'r bo'ladi-da, qiynalmasdan kirib chiqadi. Shu bilan ishi zo'r ketadi, tez ketadi, rivojlanish zo'r bo'ladi. Bechoralar kirdi. Shu oilani ham masalan kuchli oila, o'qini ishladim. Birinchi oila videosini ko'rgansizlar. O'sha 4 romka, 5 romka ori. Lekin mana bu yerda xuddi arisi yo'qdek. Chunki teshigini ochishim kerak-da. Teshigini ochsak, shu bilan ketdi bular. Bemalol kirdi chiqdi qiladi. Hozircha 2 santimetrlik qilib ochyapmiz. Ari teshigini inini. O'sha 2 santimetr yetadi. Yetadi. Yana keyinroq yana ochamiz. Yana 2 santimetr atrofida ochamiz. Shunaqa qilib arilarga qarash kerak. Ba'zi bir arichlar bor, umuman ishlamaydi. Teshigini ham yopmaydi, teshigini ham ochmaydi. Asal nima deydi? Mashina bermaydi, ya'ni romka bermaydi. Unaqa arichilik qilgandan ko'ra qilmagan yaxshi deb o'ylayman. Chunki men ham boshida tushunmagan arichilikni hech narsa qilmasdan ari o'zi nima kerak bo'lsa olib kelaveradi deb o'ylaganman. Olib keladi, to'g'ri. Ishlaydi, to'g'ri, lekin asal kam olib keladi. Ichidagi ishini chiroyli qilmasangiz, qochib ketadi ro'y bo'lib. Yoki kuchli oila kuchsiz oilani bosib oladi. Kirib onasini o'ldirib, asallarni olib qochib, shunaqa gaplar kuzatiladi. Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun arichlar
ishlash kerak. Bugun arilar zo'r ishlayapti. Gulchang, hammasi gulchang olib kelyapti. Gulchang olib keldimi? Demak, tuxum uchun. Ular bolalariga gulni changini olib kelib, asal bilan aralashtirib beradi bolalariga. Mana shu 60 ta oiladan ko'p propolis emas. Chunki teshiklarni vaqtida yopganman, ko'p propolis qilmagan. Mana shuncha propolis bor. Mana bu propolis taxminan necha pul? Agar bu yerda 30 gram bo'lsa, 300 ming so'm. 300 ming so'mlik propolis. Tabiiy. Hech narsa qo'shilmagan. Astagina balon ustiga soyaga qo'yamiz. Bo'lmasa bu quyoshda erib ketadigan xususiyati bor. Tak, endi narvonni ikkinchi tomonga olaman. Uning uchun birinchi kamerani ikkinchi tomonga olaman. Kamera turchi. Tak. Bugun video uzun bo'ladi. Endi ba'zilar ko'proq ko'ray, ko'proq narsani bilay deydi. Shuning uchun men uzun videolarni ham qo'yaveraman. Ba'zilarning vaqti yo'q. Ularga kalta video kerak. Ko'proq ma'lumot kerak. Ba'zilar eshitishni yaxshi ko'radi, ba'zilar ko'rishni yaxshi ko'radi. Bizni ish shu. Biz ishlayapmiz. Telefon ham ishlayapti. Video olib hamma ishlasin. Bismillah. Bismillah deb rizqni Alloh bersin deb mehnatini qilsak beradi. Albatta beradi, Alloh taolo beradi. Berganiga ham bir hikmat bor, bermaganida ham bir hikmat bor. Tak. Bu tomon soyaga qolgan. Shuning uchun bu tomon ozgina rivojlanishi sustroq. Qochinglar, qochinglar. O'ldirib qo'yaman, qochinglar. Qochinglar. Jahli chiqadi-da. Nimaga bu yerda bizga nimadir kiryapti deb jahli chiqadi. Tak. Arilarni ham o'g'risi bor. Arilar och bo'lsa o'g'rilik qiladi. Hamsoya mana bu yonimizdagi, ya'ni mana bu har biri ikkinchisiga dushmanda bularni arilarni. Hammasi faqat o'zini oilasini o'ylaydi. Yonida agar kuchsiz oila bo'lsa yoki o'lib qolgan oila bo'lsa, o'shani uyga kirib, hamma narsasini o'g'irlab o'zini oilasiga olib borib tiqadi. Oilaparvar, eng oilaparvar mavjudot ana shular bo'lsa kerak. Meni bilganim bo'yicha. Şimdi
jahli chiqyapti arilarni. Qo'limdagi pichoqni tishlamoqchi bo'lyapti, chaqmoqchi bo'lyapti, bo'lmayapti. Tak. Demak, qolgan ishimiz faqat ana shu. Endi videoni hozir o'chiraman, pastga tushib keyingi videogacha kuzatganlaringiz uchun, qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun rahmat. Hammalaringizning ishingizga baraka bersin Alloh taolo. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Ko'rishguncha mayli.